Srochniy ish bor JSB traktorga soati 8 rubldan. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bu safargi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Ish Moskvada joylashgan, oylik soatiga 8 rubldan. Ish ofitserni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Traktor kes traktor. Ishga kirish uchun kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez bo'lish kerak, patentingiz bo'lish kerak va minimum 1 yillik opitingiz bo'lish kerak. Ya'ni oldi-orqa kavushda bemalol ishlatib bilishingiz kerak. Yana qaytarib o'taman, traktor kes traktorda ish bo'ladi. Ish bo'yicha nomerlarni har doimgidek kommentariy va описаниеda yozib qoldiraman. Ya'ni ish bo'yicha deb to'g'risida Anastasiya deb bir rus ayol kishining nomerini qoldiraman. Nomerlariga bog'lanib bemalol borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin spetstexnika va traktorlarga rossiyskiy prava olishga yordam beraman. 10-aprelga ekzaminga joy bor. Agar sizga spetstexnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastga WhatsApp va Telegram nomerimni yozib qoldiraman. Bemalol shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Pastga kommentariy va описаниеga Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittaga like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.